Chinozdan kelibsiz. Atrofingizda albatta o'ta bozorlar bor. Ha, bor. Nimaga aynan bizani oldimizga keldingiz? Chunki oramizda ancha-muncha masofa bor-da. Nimaga? Nimaga? Zoti yaxshi. Ana shuni Edilboy sotasi kuzatib boraman. Aha. Birinchi shuning uchun o'zi keldik aslida. Bir ikkisini qimmatiga emas, mana bu zoti yaxshiligi uchun, shundan sal ko'paytirish niyat borligi uchun. Mana zotga bitta dona bo'lsa ham shu yerdan shu kelib olib ketmoqchi. Ya qoyil. Sog' bo'lib, biz ham baraka topaylik. Amin, baraka toping. 71 kilo vazn ko'rsatdi. Akamiz bilan mana G'ulomjon akamiz bilan baraka qildik. Bergan pulingizga Bir rozi yildan keyin bo'lsin. Xudo xolisa videolarni tashlaymiz. Xudo xolisa. Chiroyli qo'chqor bo'lgan. Bo'lmasam odamlar ishonmayapti-da. Nima ishonmaydi? Bu hali qo'zi, bu hali qo'zi mana 71 kilo, bu hali qo'zi. Kunlar muborak. Mana Xudo xolisa Chinozga ham bitta qo'zi qo'chqorimiz ketdi kuyov bola bo'lib. Sizlar qachon kelasizlar? Yo bizda hali ham qimmat deb o'ylayapsizlar. Bozorga chiqib solishtirib ko'rdinglarmi? Faqat solishtirayotganda nima bilan nimani solishtirishni unutmanglar, a? Kartoshka bilan piyoz solishtirilmaydi.